kolxoz ishlaymiz. Bahordan kuzgacha misoldan 3,4 oy oylik to'laydi. Misoldan karishga ekamiz, karishgan ekib bo'lgandan keyin oktabrda ko'lab qo'ygan bergan bo'lsak, keyin bizga oylik to'lamaydi. Ilgari 40 so'm 50 so'm edi. Keyin hali nimasini qo'shdik-ku oldik 60 so'mdan. Keyin o'shani ham qo'shib beradigan bo'ldi bo'ltiranga. Undaqa oyligimiz yo'q endi. Endi mana bahordan go'ng-po'ng olib boramiz endi hali yerlarga. Endi o'shanday yana oylik qo'shadi karishga ekishda. Endi hozirgi endi misoldan narx-navo unaqa kundan kunga oshib ketyapti. Hamma yo'q endi. 1 so'mlik narsa 10 so'm bo'lib. Endi mana undaqangi to'y qildik. Unga mana u karishganimizdan plonni ortgan edi. Ularni sotim etib to'y qildik. Endi qiyinchilik ham uncha emas endi. Misoldan har oyda bizga palagasamizni, bola chaqamizni hammamizga berib turibdi. Qand, sovun, choy, un. Har oyda xo'jalikka ikkitadan araq ham berib turibdi hozir. Buni ham hammasini aytmasak bo'lmaydi. Endi yaxshi ham bo'lib ketar bu kunlar endi tag'in kunga borib endi bu ham 5 kun qiyinchilik bo'lsa kerak hozir. Haqiqatdan narx-navo oshib ketdi. Yaqinda prezidentimiz televizorga chiqib shu nima bo'lsa ham buni qulog'imizdan eshitdik, o'zimizdan ko'rdik. Shu avgust sentabrgacha shu nima qilib turinglar. Bir trillarni shu qanday qilib tishlarga qo'yib turinglar. Undan keyin yaxshi bo'lib ketadi hamma yo'q. Biz prezidentimiz shu gapini eshitdik. Undan baqa endi vaqtimiz cho'q endi ajoy emas. Sentabr yo avgustga borib narx-navo pasayib tag'in yaxshi bo'lib ketsa. Endi hozir bizniki yangi deydi shu. Mana undaqangi ko'p davlatlar bilan aloqa qilyapmiz deydi, hamma yo'q yaxshi bo'lib ketadi deyapti. Endi buni Xudo biladi endi. Biz qayerdan bilamiz? Endi o'shanga qarab tag'in endi yashaveramiz qanaqa bo'lsa-da. Misoldan eskilarga gap bor, osmondan nima yoqsa yer shuni ko'taradi deydi. Bag'i endi bunaqa bo'lgandagi bunga qarab tag'in o'sha qandaydir bu bo'ladi ish, nimada işte hayot. Baribir endi yaxshi bo'lamiz, baribir yaxshi bo'lib ketsa kerak endi. Mustaqillik e'lon qilganda mondaqangi zuyina qilib yer berdi. Ilgari opshiydi bizda. Opshi kolxoz endi chiqib ishlayverardi. Unda ortig'ini ham bermas edi. 100 kilo oladimi, 50 kilo oladimi, butun kolxoz hisobga bo'lardi hozir. Hozir shu yaxshi bo'lganiki, zuyina qilib beryapti, biz ishlayapmiz. Ortig'ini bemalol bola chaqamni yeyapmiz-da. Normasini beryapmiz o'sha davlatda dechkilar bergan norma. Yetmasa to'laymiz. Ortib qolsa ko'p yaxshi ishlasak, o'zimizni ro'zg'orga yaxshi bo'lyapti hozir bu hamda. Bunda juda vaqtimiz cho'q hozir endi. Bemalol yeb ichyapmiz. Deyishyapti, endi qachon bo'ladi bilmayman. Endi bu yaxshi bo'ladi unda ham xususiy mulk ko'p qolsa-da. Yaxshi bo'ladi-da. Masalan, endi qancha o'sha yer nimasi haqini berib qolgani o'zingizga bo'laverar ekanda, yaxshi bo'lar ekan. Buni aytishyapti, endi biz ko'rganmiz yo'q endi. Ilgari vaqtda shunaqa bo'lgan ekan. Haligi o'sha nimalar vaqtida, boy-boylar vaqtida shu qandaydirki shu o'rtaga o'shani nimasini, yerni nima zakotini berar ekan. Qolgani o'ziniki bo'lgan ekan o'sha vaqtda. Endi shunaqa bo'ladi deyshadi, endi biz uni ko'rganmiz yo'q, qachon bo'ladi bilmaymiz endi. Hozir endi biz yekayotgan yerimiz nimada? Osa olib ko'radigan-da. Shu zuyinamiz. Har endi bo'lib 5 yil 10 yilga bergan yo'q bizga. Endi o'shanchun agar xususiy mulk ko'p qolsa, har qanday yaxshi bo'lsa kerak deyman menamda o'zimcha endi. Bir o'zingiznikida nima eksangiz ekaverasiz. Shu davlatga ne qancha bo'lsa, o'sha alidaqa nima zakotini uni berilaverardi. Yer xususiy mulkingiz bo'lsa yaxshimi? Endi o'zingiz ko'p qoladimi shu yerda? So'psin o'zingiz ko'p bo'ladi, nima qilsangiz, nima eksangiz ekib bo'laveradi, yaxshi bo'lsa kerak. Bola chaqalar bor, egasi bu bo'laveradi. Misoldan men qarib qolgan bo'lsam ham 3 ta 4 ta o'g'lim bor. Bo'laveradi. Hech buni nimasi yo'q. Ular ishlar yuradi-da. Keyin ham bo'lsa.
Lekin bolalaringizni hayoti qanday bo'lishi haqida o'ylaringiz qanaqangi? Bolalar bari endi misoldan ishlasa hayoti yaxshi bo'ladi. Ishlash kerak xolos, ishlash kerak. Misoldan ilgari shu endi ota o'g'illarimiz, men endi misoldan urush vaqtida ham yaxshi bilaman hayotimizni. Misoldan 41-yilda urushda ham hayotini yaxshi bilaman men. O'shanda bir kilo bug'doy 100 so'm bo'lgan. 100 so'm bo'lgan. 3 kunda bir buduran non yeganmiz va yemaganmiz ham o'sha vaqtda. Unga qaraganda hozirgi endi mana bu qiyinchilikni men hech qiyinchilikni hisoblamayman. Hech qiyinchilik. Har oyda palagasanmiz, bola chaqamizga o'sha necha kilodan bo'lsa beryapti bizga hozir davlatimiz. Bu hech qiyinchilik emas. U vaqtda 40 kilodan go'sht olardi. Buni tevasiga. Zayim molingiz bo'lsa saryog'ini olardi, tovuq bo'lsa 40 tadan tuxum olardi. Ashlarni beradi davlatga tan urushga. Urushga jo'natadi shularni musallallarga. Hozirgi vaqtda hech men qiyinchilikni hisoblamayman hozir. Non yaxshi hozir, nonimiz bor. Har oyda beryapti, bu qiyinchilik emas hozir bizga. Misolda men unaqa narsani xohlamayman. Bunaqa narsadan qochaman avvalo. Menga shu tinch bo'lsa bo'ldi deyman. Xolos menga tinchlik kerak. Bir-bilan non yesak ham zamonimiz tinch bo'lsa, bola chaqam bilan tinch yashasak, shuni men qancha kerak shuni men nimasiman, talabiman. Unaqangi narsadan men qochaman. Endi kim qilsa qilaversin. Men biz bola chaqani ham aytganman, bu to'pali ham bo'lsa, birovni urushma, so'kishma. Bir buduran nonni tinchgina yeb o'tiraylik, yashaylik deyman, xolos. Men talabim shu. Endi uni Xudo biladi. Bandasi bitta biz qayerdan bilamiz endi buni? Hech. Endi bir unaqangi avvali bo'lmasin, bo'lsa biz qochamiz bundan. Bola chaqani ham, hammasini ham aytib deb, mana shunday bunaqa narsaga aralashma, buni oxiri qiyin. Unga aralashgan odam qiyin. Undan ko'ra shu bir buduran nonni tinchroq yeb, tinch o'tiraveraylik shu. Deyman, xolos bola chaqalarga ham. O'zimga ham niyatim shu men.